Baraka topkur, usta zoti. Nima hamma joyda zamir tekin? Nimaga hamma joyda zamir tekin? O'lcham olishga borish tekin. Nimaga? Aytinglar menga shuni. Menda pullik emas uchun. Klient telefon qiladi, aka biz shunaqa rishvatga qildirish kerak. Hop bo'ladi, hozir boramiz, o'lchaymiz, hisob kitobini chiqarib beramiz. Zakaz bersangiz ichida, zakaz bermasangiz kelib ketganimizga 300 ming so'mdan berasiz desam, nima deydi? Nima? Nimaga hamma joyda zamir tekin? Men 5 ta ustani chaqirib tender qilib o'tirsam zamir tekin, hammasi qulog'ini ushab ketadi. Sen qulog'ing ushamay ketasanmi? Sen 300 mingga kelib ketasanmi? Voy taksi puli ham 100 ming so'm bo'ladi. Bo'lsa agar 50 ming to'da 50 ming obratda deydi. Ammo taksi puli uchun yurganim yo'q-ku. Men zakaz olish uchun boryapman-ku, to'g'rimi? Shunaqa ekan, 5 ta ustani chaqirar ekansan, oldimda telefonda necha pul bo'lar ekan o'zi, primerni necha pul bo'ladi deb so'raganda, keyin chaqirgan bo'lmasam, shu telefon qiladi, "Ka, kelib zamir qilib ketgan, korotchi necha pul bo'lishini aytasan, bo'ptimi?" deydi. G'alati-yu bu narsa. Nima qilasan? 8 ta ustani chaqirib olib tender qiladiganlar bor. Tak что ustalarga tashab qo'yamiz shu videoni. Hamma ustalar zamirini pulli qilib qo'ysa, o'shanda klientlar o'ylab chaqiradigan bo'ladi.